Assalomu alaykum. Men doktor Akbar Azamovich 9 yillik tajribaga ega bo'lgan kardiolog terapevtman va Hilol Med klinikasining asoschilaridan biriman. Bugungi videoda jigar kasalliklarini aniqlash uchun qanday tekshiruvlar o'tkazish kerakligini gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. O'zi jigarning kasalliklari bir qancha guruhlarga bo'linadi. Birinchisi, bu jigarni viruslar bilan zararlanish oqibatida kechadigan gepatitlar. Bular gepatit A, B, S, D, E bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, jigarni alkogolsiz yog'li gepatozi. Bu moddalar almashuvining buzilishi, metabolizm buzilishi oqibatida rivojlanadigan jigarni yog' bosishi. Uchinchisi, bu jigarni alkogolli gepatozi, ya'ni haddan tashqari ko'p alkogol iste'mol qilishi natijasida jigar hujayralarini yog' to'qimasi qoplashi. To'rtinchisi, turli xildagi zaharlar bilan zaharlanish tufayli, turli xil zararli mahsulotlarni iste'mol qilish tufayli toksik gepatitning paydo bo'lishi. Beshinchisi, avtoimmun, ya'ni organizmni o'zini immunitetini o'zi jigarni zararlash bilan kechadigan avtoimmun gepatitlar. Va keyingi oxirgisi jigarni turli xildagi onkologik rak kasalliklari. Va bularni barchasini oxir oqibati jigar yetishmovchiligi va jigar sirroziga olib keladi. Endi bu kasalliklarni qanday qilib aniqlash va qanday tekshiruvlarni o'tkazish haqida ma'lumot beramiz. Jigar kasalliklaridan darak berishi mumkin bo'lgan eng oddiy tekshiruvlardan biri bu umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlili ko'rsatkichlaridan eritrotsitlar, gemoglobin miqdorining pasayishi bu jigarning sintez xususiyatini pasayganligini anglatishi mumkin. Undagi trombotsitlar miqdorining pasayishi esa jigarda ishlab chiqariladigan trombositopoetin degan moddani pasayishi, u esa jigar sirrozida kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, umumiy qon tahlilidagi soya miqdorining ko'tarilishi organizmda, xususan jigardagi yallig'lanish jarayonidan darak berishi mumkin. Ikkinchi tekshiruv bu qonning biokimyoviy tahlili. Undagi ALT, AST, bilirubin miqdorini, ishqoriy fosfatazaning ko'tarilishi bu ayni damda organizmda jigar hujayralarining o'layotganligini, zararlanayotganligini anglatadi va gepatitning o'tkir aktiv fazasi kechayotganligini bildiradi. Hilol Med klinikasi bu ko'p yillik tajribaga ega professional doktorlar jamoasi. Klinika faoliyati davomida kardiologiya, terapiya, endokrinologiya, nevrologiya, nevropsixologiya, revmatologiya kabi yo'nalishlarda oddiy kasalliklardan tortib to tashxislash va davolash qiyin bo'lgan murakkab kasalliklargacha aniqlab, tashxislab, davolab kelmoqda. Klinika ochilganiga 3 yil bo'lganiga qaramasdan 40 mingga yaqin bemorlarni davoladi. Bizning doktorlar jamoamiz hamjihatlikda ishlovchi ko'p yillik tajribaga ega shifokorlardan to professorlargacha tashkil topgan. Sizning sog'lig'ingiz bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki o'z sog'lig'ingizni kimga ishonib topshirishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizning professional jamoamizga murojaat qiling. Hilol Med klinikasida davolanish va manzil haqida ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Uchinchi tekshiruv qondagi umumiy oqsil, albumin yoki globulin kabi oqsillar miqdorining pasayishi, jigarning sintez qilish, ya'ni zavod funksiyasini pasayganligini anglatib, bu sirrozda yoki gepatitlarda kuzatilishi mumkin. To'rtinchi tekshiruv usuli bu qondagi aynan jigarni o'zini zararlayotgan immun hujayralar, immun tanachalar miqdorini aniqlaydigan tekshiruvlar. Ya'ni avtoimmun gepatitlarga tashxis qo'yishda ishlatiladi. Avtoimmun jarayon bu organizmning o'zini immuniteti, o'zini a'zolarini zararlashi. Beshinchi tekshiruv usuli bu gepatitlarni keltirib chiqaradigan turli xil viruslar, gepatit A, B, S, D, E kabilarni aniqlovchi usullar. Bular ham o'z navbatida ikkita guruhga bo'linadi. Ya'ni kasallik bor yoki yo'qligini aniqlaydigan tekshiruvlar, bular odatda tezkor aniqlab beradi. Ikkinchisi esa aynan o'sha virusning miqdori qancha ekanligini va virusning genotipi qanaqa ekanligini aniqlab beradi. Miqdorini aniqlash virusga qarshi dori vositalar kerak yoki yo'qligini hal qilish uchun kerak bo'ladi. 6-tekshiruv bu
ultra tovush tekshiruvi, ya'ni UZI bo'lib, u orqali jigarda уже mavjud bo'lgan o'zgarishlarni, ya'ni jigar qotganmi, qattiqlashganmi yoki kattalashganmi, jigarni biron bir sohasida qandaydir hosila, o'simta, kista bor yoki yo'qligini, jigarni o't yo'llarini va ularni funksional holatini baholashga hamda jigar kasalliklar tufayli paydo bo'lishi mumkin bo'lgan taloqdagi o'zgarishlarni aniqlash uchun kerak bo'ladi. 7-chi qilinishi mumkin bo'lgan tekshiruv bu fibroskan tekshiruvi. Bu tekshiruv orqali jigarda fibroz to'qimaning darajasini, ya'ni jigar qay darajada biriktiruvchi to'qima bilan zararlanib qoplanganligini va jigar sirroziga qanchalik yaqin kelganligini aniqlash mumkin. Shuningdek, fibroskan tekshiruv orqali jigarni yog' bosish darajasini va uning qay darajada xavfli ekanligini, jigar sirroziga olib kelyaptimi yoki yo'qmi va qanday davolash choralari qo'llanilishi kerakligini aniqlab beradi. Ayrim holatlarda jigar kasalliklarini tashxislash uchun yuqoridagi sanab o'tilgan barcha tekshiruvlar ham kamlik qilishi mumkin. Bunday holatlarda kompyuter tomografiya, MRT kabi tekshiruvlardan ham qo'shimcha foydalanishga to'g'ri keladi. Shuni alohida aytib o'tishim kerakki, bu tekshiruvlarda hammasi ham har doim baravariga qilinmaydi. Eng oddiydan boshlanib, kasallikning alomatlari, qaysi kasallikka gumon qilinayotganligiga qarab, shifokor qanday tekshiruvlar kerakligini birin-ketin belgilab beradi va tanlab tekshiruvlar qilinadi. Sizda o'ng qovurg'a ostida og'riq, umumiy holsizlik, tanangizda sarg'ayish kabi jigar kasalligini anglatuvchi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, bizning Hilolmed klinikamizda yuqorida sanab o'tilgan tekshiruvlar bor. Va biz Hilolmed klinikamizda jigar kasalliklari bilan og'rigan minglab bemorlarni davolab kelyapmiz. Qabulimizga yozilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzilni izohlarda yozib qoldiramiz. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun sog'lig'ingizni asrang.